Assalomu alaykum. Bag'at lerindagi obyektimiz ham bitti. Shunday ko'rinishda chiqarib berdik. Uy egasining zakasi. Mana taki samarlaydi edi. Bir sloy rond-mont, bir sloy kafeniklar urib yog'ishtirildi. Bag'at lerinde zakaslar bo'lsa aytaverasizlar. Shunday ko'rinishda qilib berdik. 1 kvadrat metr 60 ming so'm, kilay dostavkasi ichida bo'lib turibdi. Zakaslar bo'lsa beraverasizlar, har xil rangda, har xil ko'rinishda qilib beramiz. Shunday blisk berib, yaldirab turadi, chiroyli bo'lib, shoplar ham bir tegiz bosilgan. Bellarni uyg'oqlar qo'yilgan. Biz qo'shlarni olib tashlasham bo'ladi endi. Zakaslar bo'lsa aytaverasizlar, qilib beramiz. Ham berinam plasmas uyg'oq qo'yib qo'yibdilar, ajoyib gap. Yaxshi zo'r mustahkam bo'ladi. Mayag'ina uyg'oq qo'yilgan. Shunday ekrani bor joylarga shunday naqshlar berib ishlasak ham bo'laveradi. Neobычный rangda qilib berildi. Shunday projilkalar tashlab berganmiz, har birisining ichine har xili. Zakaslar bo'lsa beraverasizlar. Uy egasining zakasi shunday bo'ldi, shunday qilib berildi. Aynan davraklarni shunday ramka qilib berdik. Nevisini ustidan ham qora bosilgan. Shoyidek ko'rinishda chiqarildi tummanlari. Chiroyli ajoyib bo'lib turibdi, ko'chada bir bo'lib. Pataloqlar liska qilgan, pataloqlar ishlangan. Bu yoq tarafini ham yog'ishtirilgan. Uyg'oq zo'r mustahkam bo'ladi. Bu unday qimmat emas. Buni sotib olib qo'ydirsangiz ham magazinda bunday qimmat emas, lekin shunday chiroyli, ajoyib, akkuratniy bo'lib turadi. Soqli kafel zakaslar bo'lsa beraverasizlar. Bag'at lerindagi obyekt bir общий 75 kvadrat metr 60 ming so'mdan sotilib turibdi 1 kvadrat metri. Like bosib, podpiska bo'lib qo'yasizlar.